Assalomu alaykum hurmatli rishtonliklar. Bugun navbatdagi domimiz eski mol bozorida yonida 7 qavatli domimizda 7-qavatida 2 xonali kvartiramiz sotilyapti. Hozir men sizlarga buni obzorini qilib beraman. Qani ketdik. 7-etaj bo'lsa ham lifti bor, eng zo'r tomoni. Bu kvartiramizda dokumenti tayyor. Sirazi kirganimizda uzun koridori, общий sanuzili, ariston, hojatxona, rakvina, vannamiz bor. To'g'ri kirganimizda bitta xonamiz, mana eshiklari ham chiroyli, remontlari bo'lgan, hech kim yashamagan. Mana qaranglar, kattagina. Bu yerdan chiqqanimizda sirazi chap qo'limizda kuxnya, svet, issiq suv, sovuq suvimiz bor. Bu yangi domlarda gaz yo'q, lekin radiatorimiz issiq, isitgich sistemalarimiz bor. Keyin sirazi bu joyga chiqqanimizda balkon, atmosferasi bomba, qaranglar, mazza qilib yashaydigan xona. Chiqqanimizda sirazi ikkinchi xonamizga boramiz. Ikkinchi xonamiz mana. Qaranglar, hamma yo'q tayyor. Avtomatlari joyida, aboylari ham, bu uyimiz yangi. Bu kvartiramizda subsidiyasi bor, 5 yil. Boshlang'ich to'lovi $6000. 7 oyini to'lagan, har oy 3.200.000 dan beri borishadi. Keyin 20 yil krediti bor. Krediti ham xuddi o'shanaqa 3.200.000 dan hech qanaqa o'zgarmaydi. Agar yo'q, men kreditiga xushim yo'q desanglar, option yopib berishadi. $30.000 ozmoz sunatiga o'tib berishadi. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin.